Assalomu alaykum. Bizni uzoqdan yaqindan kuzatib borayotib turgan aziz obunachilar. Navbatdagi darvozalarimizni qurib o'rnashtirib bo'ldik. Bu darvozamizni Sirdaryo viloyati Guliston shaharchasiga olib kelib o'rnashtirdik. Olimjon akamning xonadonlariga. Akamiz YouTube kanalimiz a'zosi ekan. Ishlarimizni ko'rishib borar ekan, yoqib qolgan ekan, kelishtirib chiroyli narxlarda tayyorlab berdik. Darvozamizni materiallarini sizlarga bir qator tanishtirib o'tamiz. Darvozamizning stoykalari 8x8 lik 2,5 stena qalinlikda bo'ldi. Rama profillarimiz 6x4 lik 1,7 stena. Listlarimiz o'sha har doimgidek 1,8 plyusovoy listdan bo'ldi. Tepalari 8x4, pastlari shiviller. Kraskalarimiz ham o'sha devo kraskadan bo'ldi, 2 balishli. Taglariga gruntovka grantekslari sepilgan. Xudo xolasa ishlarimiz chiroyli chiqdi. Joylariga ham chiroyli o'rnashdi. Zamoklarimiz biz bu zamokni o'sha yaxshi firmasidan qo'yib berganmiz. Darvozam qibla tomonga qaragan, ochib yopganda qiyin bo'ladi. Tepasini setka qilib bering, havo aylanadigan qilib deyishganda. Chiroyli qilib o'sha lazerlikdan qo'ldan kelgancha o'ydirib, fasollarni bir xil qilib chiqarib berdik. Darvozamizni orqa holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Darvozamizni orqa holati soya tushgan uchun bunday syomkada xira chiqib turgan bo'lishi mumkin. Bir qavatli o'sha 1,8 listdan qilingan. Chetlariga modelni sharnirni yonini yopgani chasqalarni qo'yib berganmiz. Sanatlarimiz ochilib yopilishlari yaxshi. Darvozamizni razmeri eniga 3,5, balandligiga 380 razmerda bo'ldi. 1 kvadratini 950 ming so'mdan dastavkalarni ichidan qilib olib kelib o'rnashtirib berdik. 3,5 ga 380 razmerdagi darvozamiz jami 12,5 million so'mga dastavkalar bilan kelib o'rnashyapti. Endi vodiy narxidan ko'ra jineyroq o'sha dastavkani hisobiga 50-60 ming qo'shilyapti kvadratiga. Agar vodiyni o'ziga bo'lsa 1 kvadratini 900 ming so'mdan tayyorlab beraveramiz bu darvozamizni. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab kelishilgan chiroyli narxlarda qilib tayyorlab beramiz. Ishimiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosishni unutmanglar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.